bizning jasoratlik g'ayur onlarimizdan mardona, g'ayratli, shijoat o'g'illar tug'ildi, bolalar tug'ildi. O'rg'oz bizning ishimiz kasul, mashqsiz o'rg'daylar. Mana bu mashq eng yaxshi usul. Hem sağlam o'rg'li bo'ldi, hem bexatar o'rg'li bo'ldi. Assalomu alaykum, kan görmen dostlar. Biz bu san alaylı programımızda Uygurlar arasından çıkan Palvan Abdurrahman akamizni alaylı ziyaret kıldık. Ziyaretimizin mezmunu kızıksınız, dikkatiniz devamlılık ekranımızda olsun. Assalomu alaykum Abdurrahman aka. Va alaykum assalom. Biz mush yakında anlaşımızca siz şu cambazlık ve ilim-fen bilimleri birleştirilgen şu bir mektep ne yolga silish olib turibsiz. Mushu o'zingizning qurmoqchi bo'lgan maktabi to'g'risida bizga qisqacha tushuncha berib o'tamsiz. Bo'ladi. Bu gapni biz beshidaroq boshlasak, mening shu kasbiy komandaga jambozlik tanlagan vaqtimdan boshlab eng chong orzuyim 20 kun mashq, 20 kun dars, tamoq, yotoq hammasi mukammal bir o'rtoqlashgan, bir gavdalashgan bir maktab qilib qurib chiqish orzuyim bor edi. Neçe vaqtdan beri biz 2004-yildan boshlab o'quvchilarni komandalarda, klublarda tarbiyalashni ilib boryapmiz. Lekin bu klub buningda yotoq, tamoq, dars, mashq hammasini birlashtirib bo'lmaydi. Endi 2004-yildan boshlab tarbiyalagan o'quvchilarimizning hammasi faqat bir tarafdan mashq qila oladi, jambozlik ma'lumotini o'rganadi, ammo madaniyat darslarini, fanniy darslarni o'rganmaydi. Biz buni to'liqlash uchun 2009-yildan boshlab o'quvchilarimizni shu kasbiy kurs maktablardan birlashib, xanuzli, inglizli, kompyuter, mashinasozlik, telefonimizlik qatorliq kasblar hamkorlashib turib, buni bunda o'quvchilarningki qo'sh unum yaratishni bir gavdalashtirgan edik. Hamda hozir 2015-yili 9-oyning 1-kunidan boshlab Şinjan Beytuan Milliy Pedagog maktabiga rasmiy o'quvchi qabul qilishni boshladik. Hozir o'quvchi qabul qilish bosqichida. Bu o'quvchilar bizning maktabga kirgandan keyin 20 kun mashq qiladi, 20 kun dars o'qiydi. Qo'sh unum yarata oladi. Agar bu o'quvchilarningki tanarkat jihat aloyiligi bo'lsa, bular mashq qilib, musobaqa qatnashib o'zining kelgusini yarasi bo'ladi. Agar darslikda aloyilik bo'lib qolsa, o'qish jarayonida yaxshi natijalarni olib, oliy bilim yurtlariga imtihon qatnashib, imtihon o'tgandan keyin oliy bilim yurtlariga ilm o'qish bo'ladi. Bu hamda qo'sh unum yaratdi deymiz. O'quvchi bosh to'liqsiz o'tirlarda, to'liq o'tirlarda o'qisa, faqat to'liqsizni bitirdi. Agar imtihon o'tarsa, o'rlab o'qish fursati imtihon o'tamay qolib qoladi, faqat oilasida qolib qoladi. Bu jamiyatimizga asosan yaxshi emas. Ham bizning yanimiz turish jarayonida bu bolalar ham imtihon o'tarsa oliy maktab o'qidi, imtihon o'tamay qolsa, mashq qilib musobaqalar tushib, davlatimiz va millatimiz uchun shon-sharafni keltirish fursati bor. Shuni biz bu maktabni hozir Şinjan Beytuan Milliy Pedagog maktabidan ishga qildik. Shu yerda 8-oyning 25-kuni eng oxirgi nuqta shu. 25-kuni o'quvchilar maktabga doklad qildi. Biz o'quvchilarni o'rlashtirib maktabningki rasmiy o'quvchi qatoriga kirgizamiz. O'quvchilarning alohidagi hamda bizning ishimiz kelgandan keyin agar musobaqa o'tib natija ola olsa, oltin medal ola olgandan keyin bu bolalarni biz oliy tantarbiya universitetlariga biz imtihonsiz kirgizadigan bir fursatni davlat bularga bir siyosatni beraylik. Şuna agar bular imtihondan agar to'van daraja olib qolsa, biz bunga 150 numaradan nomor ketib berdik davlatdan. Shunga bizning bu yerga kelgan o'quvchilar mayli fan jihati bo'lsin, mayli kasb jihati bo'lsin, cho'qim bir yaramliq, layoqatli avlod bo'lib yetib chiqadi. Demak, hozir siz elib aytgan Şinjan Beytuan Milliy Pedagog maktabi shundaqmi? Hozir bu sizning gapingizdan bu maktabningki darajasi hozirgi shu Şinjandagi barliq oliy maktablarning darajasi bilan o'xshash degan ma'no chiqamdi. Endi bizning bu maktabning darajasi o'rta texnikum. Agar o'rta texnikum masalan 3 yil o'qigandan keyin to'liqsiz o'quvchilar 3 yil, to'liq o'quvchilar 2 yil o'qiydi. O'qib bo'lgandan keyin o'rta texnikum diplom beramiz. O'rta texnikum diplom olgandan keyin davomli o'rlab o'qiyman deb qolsa, ya'ni 2 yil qaytib o'qiydi, oliy texnikum olaydi. Agar uningdan o'rlab o'qish orzuyim bor deb qolsa, biz oliy bilim yurtlariga imtihon qatnashtirib, o'quvchilarningki to'liq kurs aspirant qatorliq bilim yurtlarida alayda o'qishga sharoit tartib beramiz.
Hamda o'quvchilarimizningki ota-onalari bir jihatdan ansiraydi. Qaysi jihatdan desangiz, yurtlar janub va shimoldan kelgan o'quvchilar maktabda yotoq, tomoqni qanday o'rlashtirgan deb ansiraydi. Biz bularning yotoq tomoqlarini o'rlashtirgan. Maktabning o'zining yotoq binosi o'rlashtirilgan, tomoqlari maktabning ichida bo'ladi, darsxonalari maktabning ichida bo'ladi, mashqlari maktabning ichida bo'ladi. Maktabning sirtiga haftada faqat bir qitim o'rimchida urug' tuqqanlari bor yoki o'rimchida uy bolalar qaytalaydi. Bo'lmasa biz maktabda muqim bolalarni yerim harbiy holatda boshqarib shu yerda tutib o'quvchilarimiz ham tomoqdan ansirimisin bo'ladi. Tomoqlarimiz Uyg'ur oshxonalar ichilgan, o'sha oshxonalarni o'zi xohlagancha mayli degan cho'sh kechda qaysi vaqtida o'zi xohlagancha tomoq yeyisi kelsa, tomoqni tanlab yeyisi bo'ladi. Yotoqlarimizmi xuddi oliy maktabning yotoqlariga o'xshash normal ichirilgan. Undaq bo'lsa bu maktabningki o'quvchi qabul qilishi yosh o'lchami qanday bo'ldi? Hozir bizning o'quvchi qabul qilish yosh o'lchimimiz eng to'vini 12 yosh. Ya'ni to'liq o'tirib chiqqan bolalar. To'liq o'tirib chiqqan bolalar bizning qishimiz kelgandiki 3 yil o'qiydi. Bular yosh o'smirlar musobaqasida qatnasha oladi. Undan keyin 15 yoshdan keyin yoshlar musobaqasida qatnasha oladi. Agar undan keyin davomli biz bilan to'xtamlashib, yana mashq qilish o'yin bor deb qolsa, bularni biz mamlakatlik va xalqaro do'stlik, savdo, lavhat olish musobaqalarida davomli qatnashtira olamiz. Bolalar 12 yosh vaqtida kelgan bolalarningki yetilishi bizning kasb yetilishi bir qadar tez bo'ladi. Chunki ularning badani texnik yumshoq, harakatni egallashi tez bo'ladi. Shunga bolalarning yosh cheklamiz eng to'g'ri 12 yosh, yuqorisi 22 yosh bo'ladi. Bolalarningki qiz, o'g'il yoki millat ayrimiz bo'lmaydi. Qizlar terinir bor, o'g'illarga mendan sirt 2 mashqol bor. Biz 4 mashqol bolalarga yetakchilik qilamiz. Abduston aka, hozir shu maktabda o'quvchilar o'qish jarayonida navoda, hamda ota-onalarningki eng ansiraydigan ishi o'z farzandining sog'lomligi, salomatligi bo'ladi albatta. Shu mashq jarayonida va yoki boshqa yerlarga berib musobaqa qatnash jarayonida bularningki salomatligiga daxl etib qoladigan, yorilib qoladigan mandaq ahvollar yuz berib qolgan chog'da mush ahvollarni qanday bartaraf qilishni o'ylashdinglar? Bu bek muhim savol. Hozir uning ustiga bir oilada ya bir ya 2 farzand bo'ladi. Ham ota-onalar o'zining farzandining bizning yonimizga sog'lom badanda yetilib chiqishini akab berib, bu yerga kelganda yorilib qaytib ketishini hech kim xohlamaydi. Albatta biz buningga mana misol tushundirsak bo'ladi. Bizning yonimizga kelmagan odamlar cho'qim yoriladi. Bizning yonimizga kelib yorilib qolganini tushunmaydi. Ammo bizning yonimizga kelgan o'quvchilarni biz oldidan sug'urta qatnashtiramiz. Mayli cho'ng, mayli kichik yorilish ahvollari qolsa, ota-onalar chiqimdor bo'lmaydi. Shundaqla biz sug'urtaninkini bolalarga tafsil tanishtiramiz. Ikkinchidan biz bolalarning mashq kirishdan ilgari bo'g'imlarni to'liq bo'shtib, ravs badan qizib, undan keyin darsga, undan keyin ishkirlab kiramiz. Musobaqa shunday bo'ladi. Badanni ravs bir tekshirib, ravs bir qizitgandan keyin musobaqa qatnashtiramiz. Bu yerda ota-onalarning bir xato tushunchasi borki, bu musobaqa, bu mashq yerim harbiy holatda boshqarish cho'qim qattiq cho'qitishi mumkin. Bular bunday jarayonda yorilishi sal ig'rib qolamdi deb. Buni biz tushunsak bo'ldiki, biz oldi bilan o'zni qo'g'dashni o'rgatamiz. Oldi bilan o'zni qo'g'dagandan keyin ham boshqalarga hujum qilishni o'rgatamiz. Bizning yenimizda tug'an bolalarning yorilish nisbati eng to'van. Sirtdagi bolalarning yorilish nisbati yuqori. Chunki ular yiqilishqanda yiqilishni, qo'psqanda qo'pishni, o'zini qanday mudofaa qilishni, boshqalarni qanday to'saq qilishni bilmaydi. Amaliyotda bizning yenimizdagi bolalarning yorilish nisbati eng to'van bo'ladi. Chunki ular yiqilishni, turishni, o'zini qo'g'dashni, hujum mudofaa hammani to'liq o'rgangan bo'ladi. Shunga ota-onalarningki bu jihatda o'zining farzandlaridan ansirish behojat. Ammo yana buni biz qistirib o'tsak bo'ladi. Ota-onalarningki hozir bolalarning tomoq yemaslik va badanining sog'lom yetilanmasligi ahvollari haqiqatan ko'rinarli. Chunki yemak ichmaklarimiz bo'lgangan qarang. Bizning yemak ichmaklarimiz kimyalik moddalardan hamma jihatdan bor. Hatto muncha kirib ishlatgan sopullarimizni mansiraymiz. Hatto kiygan kiyimlarimizni mansiraymiz. Biz oksigendan mansiraymiz. Hamma jihatdan mansirayotgan bugünkidek bizningki hayotimizga tahdid bo'lib atgan kunda cho'qim biz mashq qilishni qo'ldan bersak bo'lmaydi. Yani deymizki bizning 1 yoki 2 farzandimiz bor. Bu 1 yoki 2 farzandimizning teni sog'lom bo'lmasa, uning kelgusininki parlaq bo'lishi to'limi gunus. Shunga bizning elimiz tug'an bolalarning yorilib qilishi eng tuvanchak tushudi. Bular hamma ishni biladi, yorilishning oldi keyinida to'liq mo'ljallaydi.
Şuna ata-onalarning hamda özünün omaq farzandini, kelgusi izbasarlarini yaxshi tarbiyalayman deb qolsa, cho'qim mashq qilishni ayirib qo'ymas kerak. Mayli bizning maktabga kelsin, kelmasin, kunda eng bo'lmaganda 1 soat, yuqori bo'lganda 2 soat mashq qilishni bolalarga tapilab turish kerak. Davlatimizning ish ko'ruvchilarda, chet ellarda misol olgan bo'lsak, bularning xizmat planiga allaqachon kirgizib bo'lgan. Bir kunning ichida degan mana kelsin, xizmat planining ichida cho'qim mashq qilish bor. Chunki agar siz mashq qilmasangiz, hozir hammalar bilamiz, o'quvchilarimiz atdigan soat 7 da maktabga kirib bo'lsa, tushdan keyin soat 5, to'ydan 5gacha o'tirib o'qiydi. Bularning besim haddidan ziyodi yuqori. Masalan, meningki birinchi sinfda o'qiyotgan bolalarimni misol olsak, bularning somkisi 13 kilo yig'irliqda. 13 kilo. Tek 6 yosh kirgan bola 13 kilo narsa yudib chiqadi, o'qiydi. Bularning kallasi butunlay zich bir narsadan qoplanib ketgan. O'ltirib siz o'zingiz kompyuter xizmat qilgandan keyin bilasiz, o'ltirg'ish nervlar, butun badanlaringiz besim ushlaydi. Undan keyin siz o'ltirib chiqqandan keyin yana siz chiqsangiz mashina haydab mangasiz, yana o'ltirsiz. Ish qilib sizning jismoniy emgikingiz intayin to'van, ojiz. Bunda bo'lganda bizning yemekligimiz quvvatli hozircha. Yemekligimiz masalan bizning kunduzlik yeyotgan tamoqlarimizda quvvatli mahsulot intayin jiq. Badanimizda quvvat, kuch bor, ammo buni chiqaradigan hech qanday energiya sarf qiladigan, xo'radigan ahvol yo'q. Bu sebepten bizning bolalarninki besimi, xizmatchilarning besimi, shirkat xodimlarining besimi haddidan ziyodi yuqori. Cho'qim bular mashq qilishliq badanlarni orom oldirishi, mashq qilishliq badanlardagi butunlay kuchni loyiqada chiqarish kerak. Badandagi kasallik nimadan kelib chiqadi desangiz, bizning doktor ustozlarimiz va tibbiyot olimlarimiz biladi. Badaningizda kuchlarning intayin to'plashib ketganligidan. Tumbo mesela qonga may o'tib ketibdi, qon o'tib ketibdi, oshqozon azib ketibdi degan nurg'un kasalliklar paydo bo'ldi hozir. Bunda bo'lish nima sabab desangiz, sizning badaningiz quvvatga to'shab ketgan. Haddidan ziyod to'shab ketgan quvvatga. Yegan go'shtlaringiz, ko'ktatlaringiz, yemak-ichmak, meva-chevar hammasi quvvat to'shab ketgan. Shunga siz buni chiqarib yotmasangiz albatta bo'lmaydi. Buningga cho'qim chiniqish eng birinchi amal. Hozir bizning atrofimiz qaraydigan bo'lsak, vitamin desa vitamin, kalsiy desa kalsiy, peptid desa peptid, oqsil desa oqsil atrofimizni qoplab ketdi. Nemishqa? Buning qoplab ketishi sizni va bizni sog'lomlik yetaklayman dedi. Amaliyotda bizni sog'lomlik yetaklash to'g'ri emas. Dora va doktorxona bizni sog'lomlikka yetaklaydigan birdan-bir nuqta bo'lmaydi. Bizni sog'lomlikka yetaklaydigani chiniqish. Sahar turib xizmatni boshlasak, bir kunlik xizmatimizda uftuqlik kayfiyatimiz jo'shqin bo'ladi. Soat 8 da ishga boraman deb 7 gacha uxlab, 7 da shart o'rnimizdan turib, yuz ko'zimizni yuvib, nashtani chala qilib borsak, kechki kayfiyatimiz durust emas. Kayfiyatimiz ishmay. Shunga ham bizningki shu chiniqishni davomli tavsiya qilganimiz, atrofga to'p qo'shman deydigan kishilar bo'lsa, jamiyatga yaramli odam bo'laman deydiganlar bo'lib qolsa, cho'qim mashq qilish kerak. Mashq qilishni ayirib qarab olmaydi. Ish ko'ruvchilarda maktablarda allaqachon yesli ma'rifidan boshlab, oliy maktablargacha hammasi cho'qim 2 soatlik mashqni shu darslik intizomga kirgizib bo'lgan. Darslik planida 2 soatlik mashq qilish bor. Bizning diyorimizda bu sal yetarsiz. Texi diyorimizga biz tunji bo'lib mana ham mashq, ham dars shuni kirgizib turibmiz. Maktabda o'qigandan bizning elimizda tang o'qigan ikkisini birlashtirib ilib maqsaq, bolalarimiz yaramliq bo'ladi. Shuni bu yerda davomli ta'kidlaydigan chiniqishdan ayirib qilish qat'iy bo'lmaydi. Ota-onalarimiz masalan bizning ota-onalarimiz bizdan quvvatli hozir. Ota-onamiz masalan 6-qavat, 5-qavat uy bo'lib qolsa, bir xalta unni gurishni ilib, sirmay uyga chiqadi. Biz olib qolsak 6-qavatga bir xalta unni gurishni olib desa, o'ylashimiz, sal o'ylashib, bir telefon qilib Aşı unchini ochiq qilsam bo'ladimi? Ya deb sal o'ylashib qolamiz. Agar ochiqish to'g'ri kelib qolsa-mi, 4-5 qavat chiqqan bir hodiqni elib o'tib chiqish to'g'ri keladi. Bu mana bizning ojizlik. Eng muhimi bizning atrofimizda hattomush tamoqni singdirish uchunmi? U soda suyi, bu soda suyi nimani hal qiladi desangiz, tamoq singdirdi deydigan bir gap bor. Bu bir sat gap bu-cha. Bu bir odamning quloqiga sat gap bu. Tamoqni jiq yevirib, aysi ichib singdagicha tamoqni normal yeb Mashq qilib badanimizni kuchlantirsangiz bu to'liq aqlonlik chora emasmi? Tamoqni ravlus yeb, obdan yeymiz bezib, jiqib olib, aysi ichib, soda suvi ichib, badaningizni tamoq singdirgandan keyin bekmi sat gap bu-cha. Normal yang. Andan keyin badan sog'lom bo'lsin. Tiningiz sog'lom bo'lsa, yana shu tamoqni obdan yeysiz. Agar tiningiz sog'lom bo'lmasa, doğru qilaysiz bo'ladi. Shuni mashq qilish birdan-bir yaxshi amalchi. Abdushtxon aka, siz mush maktab etishdan burunmi nurg'un o'quvchilarni tarbiyaladingiz. Mushu o'zingizning qo'l ostida tarbiyalanib chiqqan o'quvchilaringizning orasida natija qozonganlar bormi? Albatta bor.
Endi men 2004-yildan boshlab shu komanda tutishni boshladim klublarda. Mening o'quvchilarimning ichida xalqaro jinsiy kod yaratganlar ham bor. Fransiyada hozir davlat komandasi boks mashq qilayotganlar ham bor. Amerikada ishdan sirtqi musobaqalarda o'ynayotganlar ham bor. Qozog'istonda, Yaponiyada, Turkiyada qatorli davlatlarda komandalarda mashq qilib musobaqa o'tganlar ham bor. Endi davlatimizni olib olsak, bizning hozirgi o'quvchilarimiz Shanxay xalqaro klubda mashq qilib, oldimizgi 3-kuni esa musobaqa tushib oltin kamar oldi. Mana bu bizning o'quvchilarning sharaflari. Endi bizning eng cho'ng sharaflarimiz xalqaro 14 davlat taklif musobaqasida men 11 o'quvchini opadim. 11 o'quvchimning 3-chi darajalik mukofot oldi. Endi 14 davlat taklif musobaqa deganimizda bizning bir klub nomimiz bilan u o'quvchilarning shu musobaqa olgan natijasi eng cho'ng musobaqa qarang. Biz ishtiroklarga kelsak, birinchi qisildig'imiz siz bilasiz, tamoqdan qisilmizdan. Bu tamoqdan qisilgandan keyin ro'yingiz tushib ketdi. Bir kun yemisingizga ma'qul. 2-3 kun yemagandan keyin ko'zlaringiz kunduzgi yulduz ko'rib, musobaqa chiqishga jon yo'q deydigan ishlar bo'ldi. Shu o'quvchimiz 14 davlatning taklif musobaqasida 3 o'quvchim 3-chi, 5 o'quvchim 5-chi oldi. Shunda xursand bo'ldim. Anandan keyin hozir Volinfon deymiz, shu xalqaro musobaqalarda mening 7 o'quvchim oltin medal birinchi kelishdi. Hozir endi Yokao deb Tayland bilan Jungoning xalqaro sahnasida bir sahnada o'quvchimiz musobaqa o'tdi. Xudoyim bo'lsa, moyillarimizningki tirishchilik intayin zo'r. Hozirgacha bo'lgan musobaqalarga qatnashganligi billah yaxshi natija oldi. Ma diyorimizni olib olsak, bizning komandamizning nomi tantarbiya sohasida oldin qatorda. Davomli kollektiv, birinchi kollektiv, ikkinchi pilotimiz. O'quvchilarimiz bektirishchan. Buning ichida qizlar bor. Amaliyotda nurg'un kishilar "Voy, qizlar mashq qilib bo'lmaydi" degan bir anga kelib qoladi. "Ay, qiz degan nima deb mashq qiladi, bu erini urvatmamdi, yo qiz degan ish mashq qilib bo'lmaydi" deb. Unda emas. Cho'qimki bizning qizlarimiz mashq qilish kerak. Nimishqa desangiz, bizning jasoratli g'ayur onalarimizdan mardona, g'ayratli, shijoatli o'g'illar tug'ildi, bolalar tug'ildi. Onalarimiz quvvatli bo'lish kerak, bolalarimiz g'ayratli bo'lish kerak. Shunga bizning hozir qizlarimizning bu natija olgan qizlarimiz bor. Mamlakatlik musobaqalarda, tam shu o'lkalik musobaqalarda natija olgan qizlarimiz bor. Bizning qizlarimizning tini sog'lom bo'lsa, tini jasoratli, jushqin bo'lsa, ballarımızga beradigan unumi intayin zo'r. Masalan, biz hozir bu yerda o'tiribmiz, atdiganda soat 7-8 da uyda yinib chiqqan xizmat qilamiz deb, kechda biz soat 6-7 da boramiz. Shu demak 24 soatning 10 soatida bola onasi bilan turdi. Onasining amroligida onasining tarbiyalashi turdi. Onasi quvvatli, sog'lom bo'lsa, yaxshi tarbiya oladi. Bizning qizlarimiz hozir jamiyatda bir xato deyman, o'g'riqlashim kerak deb, kech tomoqni oz yeydigan, u bu to'g'riga murojaat qiladigan. O'g'riqlik bo'lsa bizning qishimiz kasul, mashqsiz o'g'riqlaylar. Mana bu mashq eng yaxshi usul. Hem sog'lom o'g'riqlik bo'ladi, hem bexatar o'g'riqlik bo'ladi. Hem dori bilan, choy bilan, qahva bilan, bir narsa chaplash bilan, uni buni qilish bilan iloji chiqadi. Uni bir xil usul bo'lishi mumkin. U uning sog'lomligiga ziyon yetkazgan bir usul. O'ylab boqing, masalan siz doktorxonaga kirsangiz, Uyg'ur doktorxonasi bilan g'arib doktorxonaga kirsangiz, farqi intayin zo'r. G'arib doktorxona masalan börekingizga tashva deb olsak, sizga börekka o'tki qilgan dori cho'qim yurakka ziyon qiladi. Yurak qilgan doringiz oshqozonga ziyon qiladi. Oshqozonga talg'a o'chagi ziyon qiladi. Qator birsi-birsiga zid. Haliqi og'riq to'xtatish dorilari bor ekan. U dori desangiz darhol og'riq to'xtaydi. Qanday to'xtaydi desangiz, siz adon yegandan keyin shu nervning butun sizimini butunlay sistemini qalayim qilib o'ltiradi. Undan keyin sezmaysiz. Anandik og'riq to'xtadi desam, og'riq to'xtagan yo'q. Og'riqni butunlay sezmas qilib o'tgan. Zaharlablar. Ana shuni bilan siz shunda bir xotirjam turgandek qilasiz. Amaliyotda o'riqlashning uni buning usullari o bir yana o'riq demanda bir yak ziyon qilish emas, tabiiy mashq qilib o'riqlash kerak. Bu mashq degandan keyin necha turlik foyda bor. Cho'nglarimiz qilsa bo'ladi, kichiklarimiz qilsa bo'ladi, ayollarimiz qilsa bo'ladi, bolalarimiz hammasining o'rtaq holatlari bor. Shunga bizning kimda ahvollarimizni elib aytganda hozir ilm ilgirlashlar bor, ammo lekin yani yetarli emas. Shunga deydigan gapim hamda to'qi dangal cho'yda ichki jangal deb men kimni ko'rsam mush chiniqish, kimni ko'rsam sog'lomlik deb so'zlab ko'nab ketibman. Amaliyotda bu meningni deydigan gapim emas, har bir otani deydigan gapcho. Har bir otani cho'qim bolasiga o'zi ulgu bo'lib turib chiniqish kerak. Bizning diyorimiz hozir xili oldiga minayotganlar bormish chiniqib, lekin yana yetarli emas bu. Bog'chilarga chiqadigan bo'lsak, top maydonlarga chiqadigan bo'lsak, adam intayin az. Bizning adam intayin az. Attiganlik uyqudan attiganlik ancha-muncha bir oromdan kechanmaydi.
Attiga va kashta ancha chiniqish bu to'lim salomatlikka va jamiyatga intayin foydali ish. Rahmat. Hozir bu siz ochmoqchi bo'lgan maktab to'g'risida to'liq bir tushunchaga ega bo'ldik. Kan ko'rman do'stlar, anglab turibsizlar. Bizningki Uyg'ur jamiyatimizning polvoni bo'lgan Abdurishxon akamiz mana shundaq tirishchiliklarni ko'rsatish orqali Uyg'ur jamiyatidagi bir bo'shliq bo'lgan, ham alam jihatda, ham qalam jihatda teng tarbiyalab yetishtirib chiqadigan shundaq bir maktabni, ya'ni Xinjiang Bingtun Milliy pedagogika maktabini qurib chiqib, pat arada o'qish boshlash oldi turibdi. Biz bu akamizning bu ajriga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz, nihoyat minnatdormiz. Har qaysi ota-onalarning ham bolalarini qaysi maktabda o'qitishni bilmayotgan, beshinglar ketayotgan bo'lsa, mana shu Abdurishxon akamizning maktabiga barsanglar, hem sağlamlık jihatda, hem aql jihatda teng yetishib chiqalaylik, hem imkoniyatga ega bo'lalayotgan. Sağlam tanda sap aql deb, sağlam tan bo'lgandan keyin onalikin aql jihatda sağlam taraqqiy qilg'ili bo'lgan gap. Shunga mushni o'ylagan asosda mush maktabni oldingi o'rinish qilishinglarni chin dilimdan tavsiya qilaman. Ko'pchilik rahmat.